Assalomu alaykum. Asiya fasad klinker ishqibozlari, xudo xolasa, mana bizda fasadni plitka qoliplarimizga Buxorodan kelgan, Shoyinbek akam kelgan, mana xudo xolasa, xush kelibsiz aka. Yaxshi kelib oldingizmi? Bizga keling. Bizga xudo xolasa mana shu fasadni plitka qoliplarimizdan zakaz qilishi 18 kvadrat. Xudo xolasa, Buxoroda ham fasadni plitkalar ishlab chiqariladi. Aka, yaxshi kelib oldingizmi? Ha, rahmat. Xudo xolasa qoliplarni zakaz qilib ketishgan. Mana hozir tayyor bo'ldi, olib ketishyapti. Xudo xolasa Buxorolardan juda plitkaga so'raganlar ko'p bizdan. Xudo xolasa erta ham ishlarni boshlaydi. Aka, fasadni plitkalar qoliplarini ko'rib, xudo xolasa zakonni. Keldingiz. Xudo xolasa yana olamiz. Yana olasiz, xudo xolasa. Ishni ham ko'paytiramiz. Ishchilar ko'paytirib, xudo xolasa hamma joyda olish niyatimiz bor. Zo'r. Asiya fasad klinker. Bizda YouTube, Instagram, Telegram kanallarida ham kuzatib borishlaringiz mumkin. Bizni pastda qoldirib o'tamiz. Nomerlarimiz pastda. Xudo xolasa ko'rib. Fasadni plitkalarni ham O'zbekiston bo'yicha kelishgan narxlarda dastavka qilib beramiz. Ishlab chiqarish bu biznesga qiziqqanlar mana akamga o'xshab kelib, yotib, o'rganib ketaverasizlar qoliplarni olib. Yana olish niyatimiz bor. Nasibimizda har xildan olamiz, hammasidan olamiz. Sexni ko'paytiramiz, ishchini ko'paytiramiz. Qoliplarimiz Rossiya, Tojikiston, Qirg'iziston, boshqa davlatlar hammasi xudo xolasa chiqib ketyapti. Ko'p joylardan zakazlar tushib, mana bu laklangan holati, mana 3D ko'rinishi. Mana 3D ko'rinishi juda chiroyli chiqqan, qarang. Mana bunisi laklanmagan holati, mana shu holat bo'ladi. Laklansa mana bu holatga o'tib chiroyli bo'lib qoladi. Laksdan zo'r, shuni ham zo'r. Asiya nomeradi. Mana Buxorodan kelgan Shoyinbek akamiz mashinalari, xudo xolasa mana Gentra mashinasiga mana qoliplarimizdan olib ketishyapti, xudo xolasa. Mana qoliplarimiz sokilidan 3 kvadrat qilib berdik. Sokilimizdan lazer ko'rinishdagi qoliplarimizdan 10 kvadrat, 3D qoliplarimizdan 5 kvadrat qilib berdik. Jami 18 kvadrat qolip qilib berdik. Xudo xolasa biznesni boshlayverasiz endi, Shoyinbek aka. Gap yo'q. Xudo xolasa yana ishni boshlab olgandan keyin qolipni yana ko'paytiraveramiz, aka. Niyatlar bu. Hammasidan yana ko'proq olamiz. 20 kvadratdan har bittasidan olamiz. Ishni kuchaytiraverasiz. Nasib, ishchi kuchini ham ko'paytiramiz. Ishchilarni ham ko'paytiramiz. Bu yo'li period. Bo'ldi, bizga zakazga chiqaverasizlar. Qoliplar kerakmi, plitkalar kerakmi? Qiziltepadan Navoiy chegarada ekan akamiz, etlardan zakaz olib qolsa ham, mana akamizga uchiraverasizlar. O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston bo'yicha qizig'i yo'q. Mana shunday sifatli plitkalarni chiqaramiz. Mana shunday xuddi sizlar. Bo'ldi, bizga aloqa chiqarasizlar. Pastda nomerlarimizni qoldiryapmiz. Bizda YouTube, Instagram, Telegram kanallarida ham kuzatib borishlaringiz mumkin. Bitgan uylarimizdan ko'p, ko'rib chiqsalaring bo'ladi. Salomat bo'linglar.